Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani oddiy, tushunarli va aniq qilib tushuntirib beraman. Gap har bir pensionerga 1.500 million so'mdan berilishi mumkinligi. Bu pul kimlarga tegishi, kimlar kutmasligi, qanday hujjat kerak bo'lishi va eng asosiysi odamlar aldovga tushib qolmasligi haqida ketadi. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'p hollarda keksa ota-onalarimiz hujjat masalasida, ariza yozishda, bank kartasi yoki ijtimoiy yordam bo'yicha murojaat qilishda yaqinlarining yordamiga muhtoj bo'ladi. Men sizga bugun masalani shunchaki pul beriladi yoki berilmaydi deb emas, balki qanday holatlarda yordam ajratilishi mumkin, bu qanday tartibda amalga oshiriladi, qaysi xatolar sabab odamlar puldan quruq qolishi mumkin, qaysi xabarlar yolg'on bo'lish ehtimoli bor, hammasini ketma-ket tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylarni aynan oxirgi qismda aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar kechikib eshitilsa, odam vaqtida murojaat qila olmay qolishi mumkin. Avvalo shuni tushunib olaylik. Pensionerlarga beriladigan har qanday qo'shimcha to'lov bir martalik moddiy yordam yoki kompensatsiya odatda aniq tartib asosida beriladi. Ya'ni bu pul shunchaki hammaning kartasiga avtomatik tushib qoladi degan gap har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ba'zi holatlarda to'lov avtomatik bo'ladi. Ba'zi holatlarda esa fuqaro mahallaga, pensiya jamg'armasiga, ijtimoiy himoya organlariga yoki bankka murojaat qilish kerak bo'ladi. Oldin pensionerlar ko'p masalalarda alohida idoralarga borishga majbur edi. Masalan, pensiya miqdorini aniqlash uchun pensiya jamg'armasiga, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olish uchun mahallaga, bank kartasi masalasida bankka, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq yordamlar bo'yicha boshqa tashkilotlarga murojaat qilinar edi. Hujjatlar ko'p so'ralar, odamlar bir idoradan boshqasiga qatnardi. Ayniqsa yoshi katta insonlar uchun bu juda qiyin edi. Kimdir navbatda turardi, kimdir hujjatidagi bitta xato sabab qaytardi, kimdir esa qaysi idoraga borishni bilmagani uchun umuman murojaat qilmay qo'yardi. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shundaki, ijtimoiy himoya tizimida ma'lumotlarni elektron tekshirish, ro'yxatlar asosida aniqlash, ehtiyojmand toifalarni ajratish, nafaqa va yordamlarni aniq manzilga yetkazish ishlari kuchaymoqda. Bu juda muhim, chunki davlat tomonidan ajratiladigan pul haqiqatan ham muhtoj insonlarga yetib borishi kerak. Lekin shu bilan birga odamlarning o'zlari ham befarq bo'lmasligi zarur. Agar sizning ma'lumotingiz bazada noto'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lmasa yoki pensiya hujjatlaringizda tafovut bo'lsa, to'lov kechikishi yoki umuman amalga oshmasligi mumkin. 1.500 million so'm masalasida eng muhim nuqta shuki, bunday summa odatda bir martalik yordam sifatida muhokama qilinadi yoki ayrim toifalarga ajratiladigan moddiy ko'mak ko'rinishida bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner men albatta olaman deb xulosa qilmasligi kerak. Men ekspert sifatida doim bitta qoidani aytaman. Pul haqida xabar eshitsangiz, avvalo uning manbasini tekshiring. Rasmiy qaror bormi? Mahalla ro'yxati bormi? Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya idorasi tomonidan tasdiq bormi? Shuni aniqlang. Chunki hozir telefon orqali, Telegram orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali 1.500 ming so'm olish uchun kartangiz raqamini yuboring degan soxta xabarlar ham ko'payadi. Endi eng muhim savolga kelamiz. Bunday yordam kimlarga tegishi mumkin? Odatda moddiy yordamlar bir necha mezon bo'yicha ajratiladi. Birinchisi, pensionerning ijtimoiy ahvoli. Ya'ni pensioner yolg'iz yashaydimi, doimiy parvarishga muhtojmi, nogironligi bormi, uy-joy sharoiti og'irmi, daromadi minimal ehtiyojini qoplayaptimi, oilasida boshqa ishlaydigan shaxslar bormi, shular hisobga olinishi mumkin. Ikkinchisi, pensionerning pensiya turi va miqdori. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam, nogironlik pensiyasi olayotgan odam, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan shaxs yoki ijtimoiy nafaqa oluvchi fuqaroning huquqiy holati turlicha bo'lishi mumkin. Uchinchisi, mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimidagi ro'yxat. Ba'zi yordamlar aynan ehtiyojmandlar ro'yxati asosida beriladi. Keling, oddiy hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi yetim 2 yoshli ona bor. U yolg'iz yashaydi.
pensiyasi 900 ming so'm atrofida, farzandlari boshqa viloyatda doimiy yordam bera olmaydi. Kommunal to'lovlari, dori-darmoni, oziq-ovqati bor. Agar hududda ehtiyojmand pensionerlar uchun bir martalik 1 million 500 ming so'mlik yordam ajratilsa, bunday ona birinchi navbatda o'rganilishi kerak bo'lgan toifaga kiradi. Lekin u ro'yxatda yo'q bo'lsa, mahalla uning holatini bilmasa yoki yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, yordamdan chetda qolib ketishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda qarindoshlari mahallaga borib, onaning real ahvolini tushuntirishi, kerak bo'lsa tibbiy hujjatlarni, pensiya daftarchasi yoki guvohnomasini, bank kartasi ma'lumotlarini tartibga keltirishi zarur. Ikkinchi misol, 68 yoshli ota pensiya oladi, lekin farzandlari bilan birga yashaydi. Uyda 2 nafar ishlaydigan farzand bor, umumiy daromad yaxshi, uy-joy sharoiti ham yomon emas. Bunday holatda ota pensioner bo'lgani uchun avtomatik ravishda moddiy yordam oladi degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Agar yordam ehtiyojmandlik asosida berilayotgan bo'lsa, komissiya oilaning umumiy sharoitini ham ko'rishi mumkin. Bu yerda odamlar ko'pincha xafa bo'ladi. Men ham pensionerman, nega menga berilmadi deb so'raydi. Javob shuki, ayrim to'lovlar barcha pensionerlarga emas, ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlarga berilishi mumkin. Shuning uchun mezonni bilmasdan turib norozilik bildirishdan oldin qaror shartlarini tekshirish kerak. 3-misol. Bir pensionerning bank kartasi muddati tugagan. Pensiyasi oldin naqd shaklda berilgan, keyin karta ochilgan, lekin karta ishlatilmagan. Agar bir martalik to'lov avtomatik karta orqali tushiriladigan bo'lsa, pul o'tkazmasi qaytishi yoki kechikishi mumkin. Odam esa menga pul bermadi deb o'ylaydi. Aslida muammo huquqda emas, bank rekvizitida bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar yoki ularning farzandlari avvalo karta faolmi? Bank hisob raqami ishlayaptimi? SMS xabarlar ulanganmi? Karta boshqa odamning telefon raqamiga bog'lanib qolmaganmi? Shuni tekshirish kerak. 4-misol, nogironligi bo'lgan pensioner bor. U pensiya ham oladi. Qo'shimcha ijtimoiy xizmatlarga ham muhtoj. Bunday shaxslar uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Masalan, dori-darmon xarajati yuqori, parvarish zarur, harakatlanish qiyin. Agar 1 million 500 ming so'm yordam aynan ijtimoiy og'ir ahvoldagi shaxslarga ajratilsa, nogironligi bo'lgan pensioner o'z holatini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'yishi kerak. Bu yerda nogironlik guvohnomasi, tibbiy xulosa, pensiya hujjati, yashash joyi bo'yicha ma'lumot va ariza muhim bo'lishi mumkin. 5-misol. Pensioner bir viloyatda ro'yxatda turadi, lekin amalda boshqa joyda yashaydi. Masalan, Farg'onada ro'yxatda, lekin Toshkentda farzandinikida yashayapti. Bunday holatlarda ko'p muammo chiqadi. Chunki yordam ro'yxat bo'yicha ajratilsa, fuqaro Farg'onadagi mahallada ko'rinadi, lekin u yerda amalda yashamaydi. Toshkentdagi mahalla esa uni doimiy ro'yxatda ko'rmasligi mumkin. Natijada odam ikki joy orasida qoladi. Shuning uchun yashash manzili, vaqtincha turar joy, doimiy ro'yxat masalalarini oldindan aniqlab qo'yish kerak. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz muntazam tushib turgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, manzilingiz to'g'ri bo'lsa, siz hech qanday shubhali havolaga kirmasangiz va rasmiy xabarlarni kuzatsangiz, ortiqcha vahima qilish shart emas. Bunday yordamlar bo'yicha odatda mahalla, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya bo'limlari yoki bank orqali aniq ma'lumot beriladi. Lekin men hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'tirish ham noto'g'ri. Chunki tizimdagi xatolarni faqat siz yoki yaqinlaringiz sezishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat, har bir pensioner degan ibora doim ham huquqiy ma'noda mamlakatdagi barcha pensionerlar degani bo'lmasligi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda sarlavhalar ko'pincha juda baland yoziladi. Har bir pensionerga 1 500 ming so'm deyiladi, lekin ichiga kirsangiz, bu faqat muayyan toifadagi pensionerlarga, masalan, kam ta'minlangan yolg'iz, nogironligi bo'lgan yoki bayram munosabati bilan ro'yxatga kiritilgan shaxslarga tegishli bo'lib chiqadi. Shuning uchun sarlavhaga emas, rasmiy hujjatdagi shartlarga qarash kerak. Ikkinchi nozik jihat ariza berish muddati. Agar to'lov ariza asosida berilsa, muddat juda muhim bo'ladi. Ba'zi odamlar keyin boraman deb yuradi, keyin esa ro'yxat yopilib qoladi. Masalan, yordam uchun 15 kun ichida ariza topshirish kerak bo'lsa, 10 kuni borsangiz. Sizning holatingiz og'ir bo'lsa ham ko'rib chiqilmasligi mumkin. Shuning uchun xabarni eshitgan zoti mahalla
yoki mas'ul idoraga murojaat qilib, muddatni yozib olish kerak. Telefon orqali eshitgan gapga ishonib qolmang. Imkon bo'lsa yozma tarzda yoki rasmiy e'lon orqali aniqlang. 3-nozik jihat hujjatdagi mayda xatolar. Ism sharif bir joyda lotincha, boshqa joyda kirillcha boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bankdagi ma'lumot bilan pensiya tizimidagi ma'lumot mos kelmasligi mumkin. Bitta harf xatosi ham to'lovni ushlab qolishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamning huquqi bor, lekin ma'lumotlar mos kelmagani uchun pul tushmaydi. Keyin u bir oy yuguradi. Shuning uchun buguni hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. 4-nozik jihat: qarzdorlik va hisob bloklanishi. Ba'zi fuqarolarning bank hisoblari, ijro hujjatlari, aliment, kredit, jarima yoki boshqa majburiyatlar sabab cheklangan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy to'lovlar odatda himoyalangan bo'lishi kerak, lekin amalda bank hisobiga tushgan pul bo'yicha tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Agar sizning kartangizga oldin ham pul tushishi bilan ushlab qo'lingan holatlar bo'lgan bo'lsa, bankka oldindan murojaat qiling. Bu ijtimoiy yordam bo'lsa, ushlab qo'linadimi yoki yo'qmi deb aniqlang. Kerak bo'lsa, to'lovning manbasini tasdiqlovchi ma'lumot so'rang. 5-nozik jihat: ishonchli orqali pul olish. Ko'p pensionerlar yoshi salomatligi yoki harakatlanish qiyinligi sabab pulni o'zi ola olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi yordam beradi. Bu tabiiy holat. Lekin pul masalasida huquqiy tartib bo'lishi shart. Agar bankdan naqd pul olish kerak bo'lsa, ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Agar karta pensionerning qo'lida bo'lmasa, PIN kodni boshqalarga berish xavfli. Ayniqsa keksa insonlarning kartasidan ruxsatsiz pul yechib olish holatlari ham uchrab turadi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensionerning puli pensionerning roziligi bilan ishlatilishi kerak. Yaqinlari esa yordam berayotgan bo'lsa, hammasi ochiq va halol bo'lishi lozim. 6-nozik jihat: firibgarlik. Mana bu joyga juda jiddiy e'tibor bering. Hech qaysi rasmiy idora sizdan Telegram orqali karta paroli, SS kod, bank ilovasi kodi yoki karta orqasidagi maxfiy raqamni so'ramaydi. Agar kimdir 1500 ming so'm olish uchun mana bu havolaga kiring, kartangizni tasdiqlang desa, bu juda katta xavf belgisi. SMS kodni aytsangiz, kartangizdagi bor pulingiz ham ketishi mumkin. Yordam olish uchun odatda pasport yoki ID karta, ariza, pensiya hujjati, bank rekviziti kabi ma'lumotlar rasmiy joyda so'raladi. Lekin maxfiy kod, parol, karta, PIN kodi hech qachon berilmaydi. 7-nozik jihat: bir oilada bir nechta pensioner bo'lsa, masalan, er-xotin ikkalasi ham pensioner. Agar yordam haqiqatan ham har bir pensionerga berilsa, ikkalasiga alohida hisoblanishi mumkin. Lekin agar yordam oila ehtiyojmandligi asosida berilsa, butun xonadon bo'yicha bitta qaror chiqarilishi mumkin. Bu katta farq. Shuning uchun qo'shnim er-xotin bo'lib 2 marta oldi, nega menga bitta? Yoki aksincha bizga nega berilmadi degan savolga javob mezonga bog'liq. Kimga, qanday asosda, qaysi ro'yxat bo'yicha ajratilgani aniqlanmaguncha xulosa qilish noto'g'ri. 8-nozik jihat: pensiya oluvchi. Lekin boshqa daromadi bor shaxslar. Masalan, pensioner kichik biznes yuritadi, ijaradan daromad oladi yoki rasmiy ishda ishlaydi. Agar to'lov umumiy pensiya maqomiga qarab berilsa, bu muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin agar yordam ehtiyojmandlikka qarab berilsa, qo'shimcha daromad hisobga olinadi. Bu adolatsizlik emas, bu manzillilik tamoyili. Chunki yordam eng avvalo haqiqatan qiynalayotgan odamga yetish kerak. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam: xabar manbasini tekshiring. Televizor, rasmiy saytlar, mahalla e'lonlari, pensiya jamg'armasi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi yoki hokimlikning rasmiy kanallari orqali tasdiqlangan ma'lumotni qidiring. Agar xabar faqat noma'lum Telegram kanalda chiqqan bo'lsa, darhol ishonmang. Hamma pensionerlarga pul berilar ekan degan gapni eshitsangiz, qaysi qaror asosida, qachondan, qaysi toifa uchun deb so'rang. Ikkinchi qadam: mahallaga murojaat qiling. Ayniqsa siz yoki yaqinlaringiz yolg'iz pensioner, kam ta'minlangan, nogironligi bor, parvarishga muhtoj yoki uy-joy sharoiti og'ir bo'lsa, mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Men 1.500.000 so'mlik yordam bo'yicha ro'yxatda bormanmi? Agar yo'q bo'lsa, qanday hujjat topshirishim kerak deb aniq savol bering. Umumiy gaplashmang, aynan ro'yxat va tartibni so'rang. 3-qadam: hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar quyidagilar:
pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi yoki hisob raqami, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, agar kasallik yoki parvarish zarur bo'lsa, tibbiy xulosa, agar yolg'iz yashasa buni tasdiqlovchi ma'lumot. Hamma joyda bir xil hujjat talab qilinmasligi mumkin. Lekin asosiy hujjatlar qo'lingizda bo'lsa, vaqtingiz tejaladi. 4-qadam, ariza yozishni biling. Arizada murakkab so'zlar shart emas. Oddiy yoziladi. Kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning ism-sharifingiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, pensiya olishingiz, moddiy ahvolingiz va yordam so'rashingiz ko'rsatiladi. Masalan, men yoshga doir pensiya olaman. Hozirda dori-darmon va kundalik xarajatlarim yuqori. Moddiy yordam ajratishda amaliy yordam berishingizni so'rayman degan mazmunda yozish mumkin. Agar yolg'iz yashasangiz, buni albatta yozing. Agar sog'lig'ingiz yomon bo'lsa, buni ham ko'rsating. 5-qadam. Arizani topshirganingizni tasdiqlatib oling. Bu juda muhim. Ba'zi odamlar hujjatni topshiradi, lekin hech qanday qayd raqami olmaydi. Keyin men topshirgan edim deydi. Idorada esa bizda yo'q deyishadi. Shuning uchun ariza qabul qilingan sana mas'ul shaxs ro'yxat raqami yoki hech bo'lmaganda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lishi kerak. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati o'tmaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqam to'g'rimi? Bank ilovasiga kira olasizmi? Kartaga oldin pensiya tushganmi? Shularni tekshiring. Agar pensioner bankka bora olmasa, farzandlari qonuniy tartibda yordam bersin. Lekin hech kimga SMS kod bermang. Bank xodimi bo'lib telefon qilgan odamga ham maxfiy ma'lumot aytmang. Kerak bo'lsa, bankning rasmiy filialiga boring yoki rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. 7-qadam. Javobni kutish bilan birga nazorat qiling. Ariza berdim, endi o'zimdan ketdi deb qo'ymang. 5 kun, 10 kun yoki belgilangan muddat o'tgach, murojaatingiz holatini so'rang. Arizam ko'rib chiqildimi? Qaysi bosqichda? Qo'shimcha hujjat kerak emasmi deb aniqlang. Ba'zan bitta yetishmayotgan hujjat sabab ish to'xtab turadi. Fuqaro esa buni bilmaydi. 8-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Sizga berilmaydi degan og'zaki gap yetarli emas. Nega berilmaydi? Qaysi mezonga mos kelmadingiz? Hujjat yetishmadimi? Ro'yxatda yo'qmisiz? Daromad hisoblangani uchunmi? Agar sababni bilsangiz, xatoni tuzatishingiz yoki yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. Agar haqiqatan ham mezonga mos kelmasangiz, unda vaziyatni tushunasiz. Lekin sababni bilmasangiz, noaniqlik qolaveradi. 9-qadam. Oiladagi keksalarga yordam bering. Ko'p pensionerlar bu jarayonlarni tushunmaydi. Telefondagi xabarlar ishonib qoladi. Bank kartasi xavfsizligini bilmaydi. Farzandlar va nevaralar ota-onasining hujjatlarini tekshirib qo'ysin. Lekin bu yordam hurmat bilan bo'lishi kerak. Pensionerning roziligisiz uning kartasini ishlatish, uning nomidan ariza berib pulni boshqa maqsadga sarflash axloqan ham, huquqan ham noto'g'ri. 10-qadam. Rasmiy tushuntirishlarni kuzatib boring. Bunday to'lovlar bo'yicha tafsilotlar bosqichma-bosqich aniqlanishi mumkin. Bugun umumiy xabar chiqadi. Ertaga tartib e'lon qilinadi. Keyin ro'yxat shakllanadi. Undan keyin to'lov boshlanadi. Shuning uchun birinchi xabarni eshitib vahima qilish ham, butunlay befarq bo'lish ham kerak emas. To'g'ri yo'l. Tekshirish hujjatini tayyorlash, mas'ul idoradan aniq javob olish. Yana bir muhim masala, 500 million so'm nimaga yetadi va nega bu pul muhim? Ba'zi odamlar 500 million so'm juda katta pul emas-ku deyishi mumkin. Lekin pensioner hayotida bu mablag' juda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, bir oyda dori-darmon uchun 400 ming so'm, kommunal to'lovlar uchun 30 ming so'm, oziq-ovqat uchun 600 ming so'm, shifokorga borish va yo'l xarajatlari uchun 200 million so'm ketadigan pensionerni olaylik. 500 ming so'm unga kamida bir necha muhim xarajatni yopishga yordam beradi. Ayniqsa qish mavsumida isitish, dori-darmon, oziq-ovqat narxlari oshgan paytda bunday yordamning ta'siri sezilarli bo'ladi. Lekin men yana bir narsani ta'kidlayman. Bunday pulni olgan pensionerlar ham ehtiyotkor bo'lishi kerak. Pul tushganini bilgan ayrim firibgarlar qarz so'rashi, keraksiz mahsulot sotishi, arzon dori deb aldashi yoki bank xizmati bahonasida ma'lumot olishga urinishi mumkin. Shuning uchun pul tushsa, uni reja bilan ishlating. Birinchi navbatda zarur dori-darmon, kommunal to'lov
oziq-ovqat, tibbiy ko'rik kabi eng muhim ehtiyojlarga sarflash maqsadga muvofiq. Pulni begona odamga bermang, shubhali savdolarga kirmang. Ikki baravar qilib beraman degan gaplarga ishonmang. Xulosa qilib aytaman. 1,500,000 so'm haqidagi xabar pensionerlar uchun juda muhim. Lekin har bir odam avvalo tartibni, mezonni va rasmiy manbani tekshirishi kerak. Agar to'lov barcha pensionerlarga avtomatik beriladigan bo'lsa, asosiy vazifa hujjat va bank ma'lumotlarini to'g'ri saqlash bo'ladi. Agar yordam ehtiyojmandlik asosida ajratiladigan bo'lsa, unda mahallaga yoki ijtimoiy himoya organlariga vaqtida murojaat qilish, ahvolni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlash va arizani ro'yxatdan o'tkazish kerak bo'ladi. Men sizlarga ekspert sifatida eng asosiy maslahatni beraman. Shoshilmang, lekin kechikmang. Shoshilib firibgarlarga karta ma'lumotini berib qo'ymang. Kechikmasa ariza muddati yoki ro'yxatga kirish imkoniyatini o'tkazib yubormang. Rasmiy ma'lumotni tekshiring, mahalladan aniqlang, hujjatlaringizni tartibga keltiring, bank kartangizni tekshiring va har bir qadamni yozib boring. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner ota-onangiz, buvingiz, bobongiz bo'lsa, bugun ularning hujjatlarini ko'rib chiqing. Ular ro'yxatda bormi? Kartasi ishlayaptimi? Mahalla ularning holatidan xabardormi? Bularni aniqlang. Shu oddiy harakatlar katta muammoning oldini olishi mumkin. Sizning fikringiz men uchun muhim. Sizning hududingizda bu 25,000 so'mlik yordam haqida qanday ma'lumot berildi? Mahallada ro'yxat tuzilyaptimi? Bank orqali tushuntirish bo'lyaptimi? Yoki hali aniq xabar yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham o'z hududidagi vaziyatni solishtirib ko'radi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z huquqini himoya qila oladi.